aniqlab oldin rayonda, tumanda bitta fohisha chiqsa, butun rota borib, o'chit bo'lib, yalinib, Fatima opa, meni galim, Jahon qochib turib, meni galim deb gandon topolmasang, paketni baylab bo'zi ham har kuni o'chit bo'lib, ko'zga surkab, o'zi jalab frontdan qaytib kelgan opaxonni ko'zga surkab itarardik. Hozir mana nima fohisha telefon qilsang, skoriy pomishdan tez yetib keladi. Pizzani adin domada ko'rganmiz. Pizza hozir pepperoni, xuyuroni, qazlik, molli tili, otli tililigi, bilan Kitay, italyanskiy sir, meksikanskiy sir, belgiyskiy sir, bu yoqda bilan finskiy sauna, russkaya banya bilan. Odam yoshlar zerikib ketmadimikin? Tayyor mana jalabar, tayyor. Shunda ham ko'tlar baxtsiz bilan. Depressiyaga tushib qoldim. Voydat. Energiya kechaman, energiyam tugab qoldi. Sen qo'tag'alini 20 yoshingda qatga ishlatib qo'yding sen energiyani. Qatga ishlatib qo'yding sen 20 yoshingda o'zi hali. Nima sen to'rtta zavod tutib qo'ydingmi bilay yoki bir narsalar qilib yording, energiya tugab qoladi. Kechasi men 5 ga bir urgan, birovni qizni itargan, birovdan qarz olgan, ekspedga tiqqan, ko'tiga tiqqan, ko'zi mashg'ul bo'lib ertalabgacha kompyuterxonada o'tirgan, nimaga yashayotganini o'zi bilmaydi. Hamma narsa bor, mana imkoniyat, mana kredit, mana ish. Biz yoshligimizda mardakorchilik bor, aravakashchilik bor, jalab non tashirdik. Tarvuzlarni vagonda haligi tushirardik jalab. Hozir puliga jalab aksiyalik qilsa ham chivi 200 mingdan, 100 mingdan kuniga, yana plyus bonusi oyligi bor, garantirovni jalab sal ko'tarinib birini kimni masaj qilib qo'ysa, masajist 10 million berish men oyligi. Shunda ham bular siqilib qoldim. Nima qilsam ekan? Tubiga tushib qoldim. To'kam tashab ketdi. Bevafo dunyo boyiga tegib ketdi.